alaykum, hurmatli hamkasblar. O'zmilliy bank Aji Nurobod Uxoga tegishli bo'lgan Yuksalish mahallasida bir kontur bir mahsulot bo'yicha 2575 2574 konturlar asosida 10 gektarga mo'ljallangan plantatsiyamiz. Bu yerda hozir piyoz ekilgan, zamonaviy uskuna bilan sug'orish amalga oshirilgan va ekinlar unib chiqish holatida. Ushbu plantatsiyamiz 10 gektar bo'lib 20 ta dehqon xo'jaligiga bo'lib berilgan va hozirda ekinlar unib chiqish holatida zamonaviy usulda sug'orilib, mineral o'g'itlar bilan sug'orilib borilmoqda.